Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. İnsanlar ma'lum ishlarni qilganda ko'pincha vaqtda oshirib o'tish yoki kamchilik qilishdan saqlanolmaydi. Shu sababdan ba'zilar o'ngchil, yana ba'zilar so'lchil bo'lib, o'ttirsida ixtilof urug'i chechilib qoladi. Bundaq ahvollarda kishilar o'zaro o'ttirhal yo'lni tutishni tavsiya qilishadi. Undaqda ruhni poklashdimi o'ttirhallik bo'lamdi? Bundaq muhim ibodatda mubolag'a qilib o'tish, oshirib o'tish qarshi elinamdi yoki sal qarash apu qilinamdi? O'ttirhallik deganimiz arab tilida vasoat deb ifodalanadigan bo'lib, uning adolat, tanlash, eng yaxshi, eng qimmatli degandek ma'nolari bor. Shundaqla dinimizda o'ttirhallik adolat, samimiyat, oqko'ngillik va osonlikni asos qilgan holda hayotning hamma sohalarida oshqullik yoki salqarashdan yiroq turishni ko'rsatadi. Bu qoida amaliy ibodat bo'lsin, mayli ruhiy ibodat bo'lsin, hammasida o'xshashli kuchga ega. Tahorat olganda har bir a'zoni 3 qitimdan ortiq yuvish pokizlik nuqtasidan mahbub bo'lsa-mu, ammo sunnat nuqtasidan makruhdir. Shundaqla taqvolik izlash va ruhni poklashdan haddidan oshirib o'tish, bütün vaqtimiz va zihnimizni zikr tasbih bilan mashg'ul qilib, dunyodan ayrilish shakli o'zgargan rohiblik deb qaralib cheklanadi. Payg'ambar alayhisalom umr bo'yi ro'za tutib o'tishni, to'y qilmaslikni, kechalari qiyomda turib hayotini o'tkazishni maqsad qilgan yoshlarga mundaq tanbih bergan. Men aranglardagi eng taqvo kishiman. Shundaq bo'lg'achqa men o'ylanaman, kechalari qiyomda turman. Ba'zida uxlayman, kunduzlari ro'za tutaman, ba'zida tutmayman. Mana shundaq yashash mening sunnatim. Kimki sunnatimni tark etsa, mening ummatimdan hisoblanmaydi degan. İmam Mavardi rahimahulloh mundaq deydi. Agar adolat dunyoning intizomli holda davomlashishi uchun zarur bir qonuniyat bo'lsa, inson oldi bilan adolatni o'zidan boshlashi kerak. Inson o'ziga qanday adil bo'ladi? O'zini yaxshiliklarga buyuruydi, yomonliklardan to'sidi. Adillik degan o'z sharoit ichida ikki ishning o'ttirsida eng tangpung yerda turish orqali amalga oshadi. Kam ziyoda qilib o'tishga bo'lmaydi. Sufyan Savri rahimahulloh mundaq deydi. Haqiqiy bilim ishonch asosida ruxsat qilishdir. Qattiqlikni hamma odam qila oladi. Shunga kimki o'zini poklamoqchi bo'lsa, o'ttirhal yo'lni tutish kerak. Yuqori yoki kuchli yo'l tutib olish dinimizning asli prinsiplariga ziddir. Aziz qarindoshlar, amallarda o'ttirhal, sog'lom yo'lda minishga odatlanaylik. Ruhimizni dinimizning o'ttirhallik prinsipi bilan kuchlantiraylik. Kelgendir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan